ko'rsanglar juda ham xursand bo'lasizlar, chunki sizlar uchun 3 tasi birda sumkalarimizni olib kelganmiz. Nima uchun unaqa deyapman bilasizlarmi? Xohlasanglar shunaqa korичневый qilib, jigarrang qilib, xohlasanglar qizil qilib foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni ichkarisini ham, tashqi tarafini ham bemalol foydalanaverasizlar mana. Ko'rasizlarmi? Shunaqangi akkuratni undan tashqari, 3-tarafi buni shunaqa zo'r kashloklari bor qizlarjonlar, ko'rib turganingizdek. Bundoq kelib qo'shalarini ushlab ko'rsanglar, rosta kasimiga originalidan qolishmasligini his qilasizlar qizlar, o'zini shunaqa birkalari bilan ko'rishlar mumkin. Lacoste brendidan. Bularni ko'rg'amizda ko'p joylarda arzon narxda ham sotishmoqda, lekin kelgan klientlarimiz ham ushlab ko'rishmoqda deb o'zlari aytishmoqda. Buni kayfiyati zo'roq ekan deyishyapti. Ishoninglar, bunaqa kayfiyatiki, 3tasi birda Lacoste sumkalarimizni eng kamida 300 ming 350 mingdan olasizlar. Biz klientlarimiz uchun arzon narxda chiqaryapmiz. Mana buni qaranglar. Xohlasanglar trendli bordoviy, xohlasanglar shunaqa asal oranjevый qilib foydalansanglar. Bunaqa katta bor, faqat so'rashapti bor. Kesinglar, degan 150 ming so'm to'lab shunaqa zo'r kayfiyatdagi sumkalarimizni olib ko'rasiz, erkakga ham просто tak qo'layman. Ko'rasizlarmi? Yana bitta tarafi bor. Hozirgina bilib qoldik buni. Qorasini o'zini ham ichi qizil varianti bor. Xohlasanglar. Xohlasanglar unaqa bejli variant bor. Ko'rasizlarmi? Har tarafini qo'laydi va men qizlar joyda tezroq shoshiringlar va shunaqa katta skidka narxida xarid qilinglar.